sunnatga muvofiq to'y bo'lishligi uchun eng birinchisi xotinlar bilan maslahat qilmaslik kerak. Xotinlarga maslahat qilsa bo'lmaydi. Hazrat Xonaviy rahmatulloh alayhidan odamlar to'y qilish to'g'risida fatvo so'rab kelar ekan. Buni aytib berdim bu gaplarni. To'ylar qanaqa qilish kerak desa, bunaqa masalalar muftiysi xotinlar bo'ladi der ekan kishi. Nimaga der ekan? Desa, chunki agar men bir masalani sizga aytib bersam va men bu masalani aytganimdan keyin borib xotinim bilan maslahat qilmayman, siz aytib beraman der ekan. Sizdan ham so'ramanki, xotinning oldidan bir o'tib qo'yaman desa bo'lmaydi. Chunki men sizga aytib o'tirgan masalani, shar'iy masalani aytsam-u, siz borib turib xotiningizga aytsa, bekorchi gapni aytib domlaysiz, kofir bo'ladi. O'shancha va'da qilingki, mendan so'rangki, borib xotindan maslahat qilmayman, siz aytaman der ekan. Ya'ni to'ylarning ichida eng kam xarajat eng muboragi bo'ladi. Hadisda shunday sabit bo'lgan, eng kam xarajat to'y, nikoh eng barakotli to'y bo'ladi. Men bu oldin ham ko'p aytganman. Hazrat Xonaviy rahmatulloh alayhi bir gapni aytgan ekan, bir bola aytgan ekan, men bosh vazirning qizini olyapman deb, velosipedi ham yo'q o'zi dedi. Bosh vazirning qizini sovchi qo'yibdi, olyapman, to'yimiz bo'lyapti debdi. Bu bosh vazirning qizini olayotgan odamda katta davlatni dunyosi bo'lish kerak. Senda nima ham borsa, yarmi tayyor bo'ldi, yarmi qoldi, xolos debdi. Nima u desa, men roziman, u ham rozi bo'lsa bo'ldi dermish. Kulgili gap deydi. Kulgili gap deydi. Asli haqiqat gap bu deydi. Biz bitta kelin bilan, bitta kuyovning roziligi bilan bitadigan ishni butun shahar rozi bo'lmasa bitmaydigan ishga aylantirdik biz deydi. Vaholanki bittasi ham sizdan rozi bo'lmaydi. Siz oshingizni yedi chiqitata, o'ldi qilgan guruch unaqa, narigini guruch oshi yaxshi edi deydi. Oshingizni yeb turib ham ustingizdan kuladi. Siz bu shularni roziligini olaman, to'y qilyapsiz, katta qilib qarz